Assalomu alaykum qizlar. Bugungi darsligimiz tepadan prichoska. Birinchi, ikkinchi darsligimizda o'tgan edim. O'shani, ana pastdan prichoskasi bor-ku, o'shani tepadan qilish texnikasini ko'rsataman. Xuddi o'sha pastni faqat tepadan qilamiz. Xo'p, ikkiga bo'lamiz. Sochimizni ikkiga bo'lib oldik. Endi buni yo'li ob'yom shart emas. Buni faqat shu to'g'ri yo'nalishda to'g'ri olish kerak tepadan. Bu maneken sochimiz tayyor, dafrisi hammasi tuzilgan. Agar mijozda qiladigan bo'lsangiz, albatta yuqorida aytganimdek sochni faolni intijot va dafra qilish kerak. Darslarimizda manekendan ham, живой sochdan ham darslar o'tib beraman. Bugungi darsimiz shu endi manekendan. Yo'nalishni to'g'ri olsak, tepadan ko'tarib oldik. Endi bu tayyorlagan ikki tomondan lizinka olib shunday qo'yamiz. Oldu. Olduğunu yapıştırıp ki kupla koyamiz kızlar. Sprey yumuşak olup yumuşak tutsun. Qattiq sochlar bo'ladi-ku, shunaqa yumshatadi bu sprey. O'zini ishlaysizlar keyin. Spreydan keyin ozgina lak. Yog'ochga chiqarasizlar. Chiqib keladi. Şurada koyup olan joylarını bu koyup bakalım koyarız.